Bemorimiz 16 yosh. Bemordan bir necha yildan beri nafas olish bezovta qiladi. Chap tomon gayminli pazuha sohasida doimiy og'riq. Bemor 2 yil oldin operatsiya o'tkazgan, ya'ni burun to'sig'ini to'g'rilatib, chanoqlarni korreksiya qildirgan. Lekin ma'lum bir vaqt o'tib, bir necha oydan keyin unchalik effekt bo'lmasdan yana nafas olishga qiynalgan va shu pazuha sohasida, chap gayminli pazuha sohasida og'riq boshlangan. Bir nechta doktorlarga murojaat qilgan, ambulatoriy lecheniya olgan. Bizga murojaat qilganda unga kompyuter tomografiya tushishni tavsiya qildik. Kompyuter tomografiya tushgandan keyin burunda qiyshirligi borligi, suyaklar tasbih qismi borligi, chig'anoqlar juda ham shishib ketganligi, ya'ni gipertrofik plazmaturgiya borligi aniqlandi va chap gayminli pazuhasida ishladi. Onimizni ko'rikdan o'tkazgandan keyin bemorni rejali ravishda operatsiyaga tayyorladik. Burun to'sig'ini ya'ni qaytadan to'g'irlash uchun, perigordga to'g'irlash uchun tayyorladik. Chanoqlarni kontraplastiya qilamiz. Chap tomon gayminli pazuhasini burun endonazal burun orqali diragaymotomiya qilib, pazuhani tozalab chiqib ketamiz.